Professor Epstein haqida eshitmagan bo'lsangiz kerak. U bizni doimiy aldab kelishgan bir narsani payqadi. Zinedin Zidan maydonda o'zining aql bovar qilmas balansi, koptokni tanasi bilan himoya qilishi va raqibni yopib qo'yishi bilan ajralib turardi. Buning siri uning bolaligida. Zidan Marselning xavfli tumanida o'sar ekan, futbol bilan birga dzyudo bilan professional darajada shug'ullangan va qora belbog' sohibi bo'lgan. Dzyudo unga maydonda muvozanatni saqlash, raqibning harakatini oldindan sezish va yiqilayotganda jarohat olmaslik qobiliyatini bergan. Zlatan Ibrahimovic esa 30 yoshdan keyin ham akrobatik va kutilmagan uslubda gol urishining sababi u 17 yoshda Malmoda taekvondo bo'yicha qora belbog' olgan. U intervyularda futbol darslaridan ko'ra taekvondo unga plastiklik, elastiklik va oyoqlarni g'ayritabiiy burchaklargacha ko'tara olish imkoniyatini berganini aytadi. Ronaldinyoning maydondagi noodatiy fintlari va dahshatli kreativligi qayerdan kelgan? U bolaligida faqat katta futbolga o'ralib qolmagan. U bir vaqtning o'zida futzal va plyaj futboli bilan shug'ullangan. Futzal unga juda tor maydonda soniyalar ichida qaror qabul qilishni o'rgatgan bo'lsa, plyaj futboli qumda to'pni havoda boshqarish va havoda muvozanat saqlash texnikasini bergan. Ularni hech biri bir yo'nalishga yopishib olishmagan. Boshqa tarafdan olingan bilim va tajribalar asosiy yo'nalishlarda muvaffaqiyatga olib chiqdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Professor Epstein haq edimi?